Shariatni o'zlarida qo'llamagan zulm ichra adolatga zor bo'ladi. Xilofatga yo'llamagan kibr havo bilan aniq xor bo'ladi. Shariatni o'zlarida qo'llamagan zulm ichra adolatga zor bo'ladi. Ummatni xilofatga yo'llamagan kibr havo bilan aniq xor bo'ladi. Sahihul Buxoriy 5590-hadisida shunday deyiladi. Abu Amir yoki Abu Malik al-Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Mening ummatimdan shunday kishilar chiqadiki, ular zino, ipak, aroq va musiqa asboblarini halol deb hisoblaydilar. Alloh ularning ayrimlarini yerga yuttiradi, ayrimlarini esa maymun va cho'chqalarga aylantiradi" dedilar. Asan qilg'in mangan yo'limni, so'qarsan chun bu yurakdan may qabul ayla g'amkin dilimni. Qadamlarim bo'lsin barqaror, sen ko'rsatgan izzat yo'l.